hech zamonda tuning qilingan uy ko'rganmisiz? Aynan mana shu xonadon shunaqa xonadon ekan. Ko'rishga tayyormisiz? Bo'lmasa aynan mehmonxona qismidan boshlab ko'rsatib o'taman. Bu go'zallikda bir o'zingiz baho berib qo'ying. Qarang, kirib kelishimiz bilan mana shunaqa chiroyli xonadon kutib oladi bizani. Chiroyli qilib mana bu yoqda mehki zonasi, bu yoqda televizor zonasi. Qo'shimchasiga mana bu ayiqchalarga nima gap ekan a? Mana bu hid taratib turgan narsani qarang, hidini voh voh. Sizga ham yetib boryaptimi? Juda ham chiroyli xonadonimiz. Mana bu joyda stol zona qilib qo'ygan, idish tovoqlarigacha bonsiga mana bu shkalatlarni ham sizga tayyorlab qo'yib qo'yishgan ekan. Albatta yaxshi niyat qiling, niyat qilganlar hammasiga mana shu narsalarni yetishtiradi. Xo'p, mana bu joyimizda bitta detskiy yotoqxona, xonadonimizda 3 xona, 4 xona qilingan. Aslida bu xonamiz oshxonani o'rni bo'lgan. Oshxonamiz esa balkonga chiqarilgan. Ya'ni balkonimizda 1,5 ga 3 o'lchamda kuxonniy mebellarni shu yoqqa chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan. Qarang, даже mana bu blender, mikrovolnovkalargacha tayyor turibdi xonadonimizda. Xo'p, endi qolgan xonalarni birma-bir ko'rib o'tamiz. Mana bu suratlarga ham o'zingizlar alohida e'tibor qilib qo'yasizlar. Xo'p, mana shu koridor orqali hamma xonalarimizga alohida kiriladi. Ko'rib turganimizdek, prixojniy shkaflarni chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu joyda esa sanuzellarimiz razzenli joylashgan. Xo'p, hojatxonani ko'rishinglar mumkin va mana bu joyda esa yuvinish xonamiz. Даже yuvinish xonasida mana bu xalat sochiqlarigacha ham turibdi-da. Qoyil ekan. Mana bu joyda esa asosiy kattalar yotoqxonasini ko'rishinglar mumkin. Как romantik vibe'ini beradigan qilib chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan ekan. Televizorlarigacha hamma sharoiti bilan tayyor turibdi. Bu yoqda ko'rishinglar mumkin, shkaflari ham bor. Xo'p, mana bu joyda esa 3-chi yotoqxona bo'ladi. Xona sifatida 4-xonamiz bo'ladi. Xo'p, bunda ham duxspanli shkaflari tayyor turibdi. Uyimizning dizayniga 1 dan 10 gacha o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Chilonzor 12-kvartal, shundoqqina Shohmet Center ko'chasida joylashgan 4 qavatli binoning 3-qavatida 65 kvadrat metrni tashkil qiladi. Xo'p, 95,5 ming yaxshi dollar so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Mana bu joyda nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.